o'zlaringizning vaqtlaringizni ayamasdan bilim olish, ilm izlash, o'zining ma'naviy saviyasini oshirish uchun bel bog'lagan yoshlarni bugungi tadbirimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi o'zimizga, jamiyatimizga, dinimizga yot bo'lgan har xil g'oyalar ijtimoiy tarmoqlarda o'qiysizlar, ko'rasizlar. Albatta, mana shu yot g'oyalarga berilmaslik, o'shalarga qo'shilib qolmaslik uchun har bittamiz ogoh bo'lish bu bizning muqaddas burchimiz. Suhbat o'tkazamiz. Diniy bag'rikenglik bu nima o'zi? Diniy bag'rikenglik degani ayniqsa bizning jamiyatimizda, O'zbekiston mustaqil yurtimizda va yangi O'zbekiston deb bugungi kunda atalayotgan ekan, aynan diniy bag'rikenglikka juda katta e'tibor berilyapti. Bizni aynan ichidan yonib kuyadigan Muhammad Yusuf ham xalq bo'l ilm degan. Qachonki biz xalq bo'lar ekanmiz, yurtimiz ravnaq bo'ladi. Chunki kuch birlikda, hamjihatlikda va adolatda. Ekstremizm va terrorizm jamiyat barqarorligiga tahdid. Ekstremizmning mazmun mohiyati. Ekstremizm so'zi o'zi aql bovar qilmas darajada haddan oshish ma'nolarini bildiradi. Jamiyatda qabul qilingan qadriyatlar va me'yorlarga zid qarashlarni ilgari surib, keskin qarashlar va choralarga moyillik ekstremizmning asosiy xususiyati hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida terrorizmga qarshi kurashda uning paydo bo'lishi va rivojlanishini bartaraf etish ishlarida g'oyaviy tarbiya, xususan mamlakat yoshlarida yuksak ma'naviyatni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor berilmoqda.